nima ayol kishini bunchalik nima qilasiz? To'xtang. Kilali somsani yeyman deyapti, qayerdan olaman? Voy, somsa bor, olib kiring. Yeysizmi? Yeyman, sovg'alarni olib ketaman. Shunga shuncha shantaj qilasizmi? Turing. Mana bugun bosim bog'iga Sirdaryodan o'sha mashhur Mahfuza Shanti opamiz kelgan. Ha, kelganda ham yomon kelgan. Agar yeya olmasa uyga piyoda ketadi endi. Bitta 2 kilolik somsa, bir kosa qayla agar 15 daqiqada yesa bosim bog'idan 400 ming pul, yana yegani bepul. Undan tashqari yana shuncha voucher sovg'a oladi. Tayyormisiz? Tayyorman. Vaqt ketdi mana. Shu somsani boring yana olib keling, buni hozir to'ymayman-ku meni. Boring olib keling yana. Yehe, bu Mahfuza opamiz. Buni Rahim akamni umrini yegan bu somsa nima bo'pti? Bosing opa. Somsa olib keling, turing. Voy, biz ham ishlaylik, bittani yeb ketavering. Choyxonani yishimga chidasang ochmaysanmi? Mahfuza opa yeb qo'ydingiz, bu somsalar sizning oldingizda somsacha bo'lib qoldi. Yehe, qaylaga o't. Bu somsa tugadi bo'shlagan, bo'sh kosa. Xotining qo'ra bo'lsa, Mahfuza opam o'zi kichkina bo'lgan bilan, dastlab pashani kichkinasi yomon chaqadi. Mana tabriklaymiz, o'yin halolmikan? Yesa bo'larmikan? Zo'r halol, ha, zo'r. Mana yutdim-ku, mana. Alisher, biz ham o'ynasak bo'ladimi? Alisher, tur, Alisher. Alisher ukam, men uylanganimda 105 kilo edi. Yo'q, Ha, bu xotin umrimni yedi. Hozir 60 kilo bo'lib qoldim. Hamma bildi endi, shuni hamma bilishi shart. Butun O'zbekiston bildi. Мы все дальше живем, курим и пьем.